hozir ishlatishyapti. Dekor travertinni ko'p sotamiz. Mana xohlagan ob'yemda biz sizlarga mahsulot ishlab chiqarib bera olamiz. Yangiyo'lda joylashgan Turkiston to'yxonamizga bizni hali uyaltirgani yo'q. Ichki to'yxonalarga shu mahsulotlarni olganlar. Tayyor olib ketgan. Nega aynan bizning mahsulotimizni Yangiyo'lda joylashgan ikki rasmiy do'konga kelganmiz. Bu yoqqani uchun keyingi to'yxonalarga ham shu mahsulotlarni patolog bo'yayotganda odam yuziga sachiladi. To'rilyapti. Assalomu alaykum hurmatli Dekor kuzatuvchilari. Bugun biz Yangiyo'lda joylashgan Dekorning ikkinchi rasmiy do'koniga kelganmiz. Bu do'konimizda Oybek aka savdo qiladilar. Assalomu alaykum. Oybek aka, yaxshimisiz? Oybek aka, do'konimiz ochilganiga qancha bo'ldi? Xudo xolasa 4 yil bo'ldi do'konimiz ochilganiga. Do'konimizning ichkarini ham ko'rib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Do'konimiz 370 metr kvadratga joylashgan, juda ham katta do'kon. Bu do'konda istalgan turdagi mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Shu kabi Dekor mahsulotlarini ham. Oybek aka, nimaga aynan bizning mahsulotimizni sotasizlar, sir bo'lmasa aka? Xo'p, Dekor mahsulotlari xalqimizga narxlari ma'qul kelgani uchun va sifati zo'r bo'lgani uchun o'zi do'konimizda mahsulotlarning assortimenti keng. Shunga qaramasdan Dekor mahsulotlariga talab borligi uchun shu mahsulotlarni sotib kelamiz. Aynan eng ko'p sotiladigan qaysi mahsulotimizni sotasizlar hozir? Dekor travertinni ko'p sotamiz. Mana shu o'zi domga ham mana shu Dekor travertin ishlatilgan. Ismoil aka Diamond Building kompaniyasi polniy qurilishlariga bizdan Dekor mahsulotlarini oladi. Hozir mana bog'cha qurishyapti, Dekor mahsulotlaridan foydalanishyapti. Undan tashqari bu yoqda to'yxonalar Atachinto, Perla Bianco, Sadaf mahsulotlarini olib ishlatishyapti. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Bu ko'rib turgan 9 tashka dominlarni ham Dekor travertinlaridan bo'lgan. Bu Oybek aka sotganlar bu mahsulotimizni. Keyingi videolarda ko'rib o'tsak bo'ladi. Turkiston to'yxonani ham Oybek aka mahsulot sotganlar. U yoqga ham Sadaf, Emulsiya, Atachinto mahsulotlarimizdan ishlatilgan. Ko'rib turibmiz, shunaqa instrumentlarimiz ham bor ekan. Bu instrumentlarimizga talab qanaqa hozir Oybek aka? Talab zo'r bo'lyapti, sifati zo'r mahsulotlarni. Zo'r, valiklar ham ayniqsa mana yangi chiqqan valik ham mijozlarimizga ma'qul kelyapti. Bunaqa valik hali sotmagandik. Patolog bo'yayotganda odam yuziga sachiramasligi uchun zo'r ideya bo'libdi shu valik ham. Klientlarimizga ma'qul keldi. Instrumentlarda yana nima yangiliklar ko'rdingiz? Yangiliklar bu valiklar sifati zo'r. Yangilik hozir shu aytib o'tganim. Qolgani hammasining sifati zo'r. Cho'tkalari ham mijozlarimizga juda ma'qul keldi. Oybek aka, do'konga kelgan xaridorlarimizni qanaqa Dekorni mahsulotlarini topishi mumkin? Dekor mahsulotlarini assortimenti juda ham keng. Xo'p, mijozlarimizga juda ko'p sotadigan mahsulotlarimizdan biri mana fasadli tiyagalar bo'ladi. Mijozlarimizga ma'qul kelgan joyi gipsga zakaz berib, oylab yo haftalab kutgandan ko'ra do'konimizga kelishadi, tayyor olib ketishadi. Oynaga, eshik romlar atrofiga qilinsa juda ham chiroyli chiqadi bu mahsulot. Shu travertin qilinishdan oldin uyni ko'rkini eng ochadigan mahsulot shu. Mijozlarimizga shuni maqtab sotamiz, lekin sifati ham zo'r. O'zimizni uyga qilinganiga 10 yildan oshdi. 10 yildan beri yorilmasdan zo'r turibdi, sinovdan o'tgan. Mijozlarga ham ishonib, bemalol sifatini maqtab sota olamiz. Bizni hali uyaltirgani yo'q. Mahsulotlarimizni sotib kelyapsizlar 4 yildan beri. Bizning mahsulotimizni oqlagan va oqlab kelayotgan obyektivlar bormi? Bor. Bir oy oldin bu yoqda Turkiston to'yxonasi ichki va tashqi yuzalarini Sadaf, Perla Bianco, Atachintolardan qildirishdi. Ranglarini tayyorlab berdik. Shu yerga borib ko'rsak bo'ladi. Hozir yana O'zbekiston to'yxonasida fasadini remont qilishyapti. Sadaf sotyapmiz. Uni ham borib ko'rsak bo'ladi. Yangiyo'lda joylashgan Turkiston to'yxonamizga Dekorni Sadaf mahsuloti va Perla Bianco mahsulotlarini sotganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana yaltirashlar zo'r, mijozimiz bizdan mamnun. Bu yoqqani uchun keyingi to'yxonalarga ham shu mahsulotlarni oldilar. Hozir ishlatishyapti. Yana bundan boshqa obyektimizda ham bormi Oybek aka? Bor. Xuddi shu Turkiston to'yxonasini mana bizdan mahsulot olib, mahsulot ishlatishdi va yoqdi. Ikkinchi to'yxonalari bor, O'zbekiston to'yxonasiga hozir ishlatishyapti. Uni ham borib ko'rishingiz mumkin. Said Abror aytib o'tgan bog'cha obyektimiz mana shu. Bu yoqqa Dekor mahsulotlari olinyapti. Dekor gruntovkalari, travertinlari, atachintolari. Xudo xolasa bu ham tayyor bo'lgandan keyin yana bir chiroyli video qilamiz. Mahsulotning sifatliligi ikkinchi sababi mijozimiz yana ikkinchi to'yxonalariga shu mahsulotlarni olganlari. Bu to'yxonaga ham mana O'zbekiston to'yxonasiga keldik hozir. Xuddi shu Sadaf, Perla Bianco mahsulotlarimizni ishlatyapmiz. Rang tayyorlab beruvchi apparatimizda ranglarini tayyorlab mana zo'r chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin.
Xudo xolasa bu ham polni bitgandan keyin yana chiroyli qilib videoga olamiz. Biz ko'p gapirib o'tirmaymiz. Bizda har doim sifat gapirgan. Sizlarga agarda shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlagan ob'yomda biz sizlarga mahsulot ishlab chiqarib bera olamiz.